Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Google Smart o'z platformasiga xush kelibsiz. Bu platforma orqali siz ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlilini o'rganishni davom ettirasiz. Demak, bugun 3-chi darsimiz. Biz 3-chi darsimizda bugun stack ma'lumotlar, ma'lumotlar strukturasi bilan tanishamiz. Bu ma'lumotlar tuzilmasida juda ham muhim tushuncha hisoblanadi. Va stack tuzilmasini asosiy funksiya metodlar bilan tanishamiz. Ularni C++ va Pythonda o'rganib, dastur kodlarida tahlil qilamiz. Xo'sh, stack o'zi nima? Stack bu berilganlar strukturasining shunday turiki, bunda ma'lumotlarning turlari, ma'lumotlarning tizimlari, ketma-ketligi, elementlarni qo'shilishi yoki olib tashlash LIFO prinsipi asosida amalga oshiriladi. LIFO bu last in, first out, ya'ni oxirgi kelgan, birinchi chiqadi prinsipi asosida ishlaydi. Bundan tashqari elementlarni qo'shish ham, elementlarni olib tashlash ham faqat ketma-ketlikning eng yuqorisida turgan, topda turgan element orqali amalga oshiriladi. E'tibor bersangiz, ushbu stack strukturasida element qo'shish ham eng yuqori qismidan, elementni olib tashlash ham eng yuqori qismi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bu jarayonda element qo'shish push funksiyasi orqali, elementni olib tashlash pop funksiyasi orqali va eng yuqorida turgan element top funksiyasi orqali aniqlanadi. Stack strukturasi asosida kompyuterimizda ko'plab jarayonlar amalga oshiriladi. Demak, stack inglizchadan uyum, g'aram, dasta, bog'lam degan ma'noni anglatadi va bu LIFO last in, first out, oxirgi kelgan birinchi ketadi prinsipi bo'yicha ishlaydigan ma'lumotlarning strukturasi ekan. Stack ustida bajariladigan amallar bular: empty bo'shligini tekshirish, push element qo'shish, pop esa elementlarni olib tashlash amallari bajariladi. Agar biz stackni bo'shligini tekshirmoqchi bo'lsak, agar empty buyrug'i yordamida tekshiramiz. Element qo'shmoqchi bo'lsak, push va qavs ichida element qiymati asosida element qo'shamiz. Pop esa bu argumentsiz eng yuqorida turgan elementni olib tashlash asosida ishlaydigan funksiya hisoblanadi. Endi ko'pincha stack prinsipi asosida qayerlarda biza uni kompyuter texnologiyalarida ishlatamiz degan savolni birgalikda ko'ramiz. Demak, stack strukturasi bizni mobil telefonimizni email, xatlar ro'yxati, telefon qo'ng'iroqlari ro'yxati, SMS xabarlar ro'yxati joylashuvi aynan stack strukturasida bo'ladi. Ya'ni e'tibor bersangiz, emailingizga oxirgi kelgan xat eng yuqorida turadi. Yoki telefoningizdagi eng oxirgi bo'lgan qo'ng'iroq eng yuqorida turadi. Yoki telefoningizdagi xabarlardagi SMS xabarlarning eng oxirgisi yuqorida turadi va bu stack strukturasiga misol bo'la oladi. Endi stack strukturasining tarixiga nazar soladigan bo'lsak, 1946-yilda Alan Turing stack tushunchasini fanga kiritgan. 1957-yilda esa Klaus Samuelson va Bayer Turing g'oyasini patentlashtiradi. Ba'zi tillarda, masalan, Lispda, Pythonda aynan stack degan strukturani o'zi yo'q. Lekin ro'yxatni stack deb atash mumkin va bu asosda funksiyalarni yaratish mumkin. Endi C++ dasturlash tilida bo'lsa, standart stack kutubxonasi mavjud. Stack ko'pincha yakka bog'langan ro'yxat sifatida amalga oshiriladi. Endi stackni asosiy bir tushunchasi borki, ya'ni tartiblangan manzillarga ega bo'lgan o'lchovli massiv sifatida ham stackga qarash mumkin. Bu stack elementidagi keyingi stack elementiga aniq ko'rsatkichni saqlash zaruriyatini yo'q qiladi, bu esa xotirani tejaydi. Bunday holda stack ko'rsatkichi odatda protsessor registri sifatida stack boshini manziliga ishora qilish orqali stackni xotirada saqlaydi. Ana endi stack ustida bajariladigan amallarni C++ va Pythonda birgalikda ko'rib chiqamiz. Stack strukturasi asosida bajariladigan amallar bular: bo'sh stack yaratish, to'plamni yo'qotish, stack bo'sh yoki yo'qligini tekshirish, yangi element qo'shish, yuqorida turgan elementni olib tashlash, yuqorida turgan element qiymatini stackdan olib tashlamasdan o'chirish bu stack ustida bajariladigan amallarga kiradi. Endi mana shu amallarni birma-bir ko'rib chiqaylik. E'tibor bersangiz agar, mana bu yerda elementlarni qo'shish push va olib tashlash pop funksiyasi orqali bajarilyapti. Demak, stackda operatsiyalarni bajarishda push qavs ichida element qiymatini berish orqali biz qiymatlarni qo'shishimiz mumkin. Mana pop 7, pop 5, pop 4 degan buyruqlarni bermasdan biz shunchaki
pop ochuvchi yopuvchi qavslarni berish orqali eng yuqorida turgan elementlarni olib tashlaymiz. Ana endi C++ da stekni e'lon qilishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, C++ da include eostream kiritish chiqarish oqimini ulash, include stack esa stack standart kutubxonasini ulash orqali amalga oshiriladi. Int main orqali endi stekni yaratamiz. Asosiy baza qismida, demak, mana bu yerda std yozuvi bor. Nima uchun? Chunki biz using namespace std ni ishlatmayapmiz. Asosiy ko'rinishini esda saqlasangiz, shu holatda yaxshiroq bo'ladi. Demak, std ikkitalik nuqta, undan keyin majburiy stek so'zi, undan keyin uni stekimiz qabul qiladigan qiymatlarni tipi, hozirda bizaniki string qiymatni qabul qilyapti, string, va nomi, bu identifikator siz tomoningizdan beriladigan nom. Men unga stek deb nom beryapman. Demak, satr tipidagi bo'sh stekni biz yaratdik. Endi C++ tilida stek kutubxonasidan foydalanib, stek strukturasini yaratib, barcha elementlarni ko'rib chiqishni birgalikda ko'ramiz. Demak, include eostream bu kiritish chiqarish oqimini uladik. Include stack standart kutubxonasini uladik. Mana bu std yozuvlarini, bitta oldingi slayddagi mana bu std yozuvlarini yozmaslik uchun biz using namespace std ni ishladik. Endi int main stack bu majburiy kutubxonadan olib yozyapmiz. Int bizni stekimiz, ya'ni myStack oladigan qiymatlarni tipi, bu butun tipda. Endi element qo'shish uchun myStack.push, ya'ni metodni chaqirib olyapmiz, push metodini, va qiymat beryapmiz 1 deb. Xuddi shunday myStack push 2 qiymatni qo'shdi stekimizga, myStack push 3 qiymatni qo'shdi. Ya'ni biz hozirgi jarayonda bitta quti bor deb tasavvur qiling. Qutini yuqorisidan element qo'shyapmiz. Avval 1 ni qo'shdik, qutini pastida 1, undan keyin tepasida 2, uni tepasida 3 va natijada bizga 1 eng pastda, undan yuqorida 2, eng yuqorisida 3 qiymatlar hosil bo'ldi. Endi har bitta qiymatni ekranga chop etish uchun topdan foydalanamiz, lekin topni e'lon qilganimizdan keyin pop bilan yuqorida turgan elementni olib tashlasak, keyingi elementni ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi bizga. Shuning uchun while funksiyasidan foydalanyapmiz. myStack not empty bo'sh bo'lmasa agar, masalan, mana bu not buyrug'ini beradi. Unda belgisi myStack empty bo'sh degani. Not myStack empty bo'sh bo'lmasa agar, u holatda san cout qil, ya'ni ekranga chiqar myStack topni, eng yuqorida turgan elementni ekranga chiqar va end line, yangi qatorga o't. Keyin myStack pop eng yuqorida turgan elementni olib tashlaydi va yana tekshiradi. Stack bo'shmi? Yo'q, bo'sh emas. Yana topda turgan elementni chiqaradi. Ya'ni endi bizga 2 turadi topda, uni chiqaradi va uni pop qiladi. Ya'ni olib tashlaydi. Endi bizga topda 1 chiqdi. Yana cout tekshiradi. Stack bo'shmi? Yo'q, bo'sh emas. Cout, ya'ni ekranga chiqar. Topdagi elementni 1 ni chiqaradi va 1 ni pop qiladi, olib tashlaydi. Endi myStack empty bo'sh emas sharti endi yolg'onga aylanadi, chunki u bo'sh bo'ldi va return 0 qatoriga kelamiz, ya'ni int maindagi funksiyalar ishi yakunlandi va blok tugadi. Natijada biz yangi stack yaratib, unga element qo'shib, barcha elementlarni ekranga chop etib, bo'sh stack holatiga keltirdik. Demak, endi talabalar, siz o'zingiz C++ da stack kutubxonasidagi quyidagi asosiy funksiyalarni birma-bir bajaradigan vazifasi bilan daftarga yozib olasiz va ularni har biriga misolni mana bu o'ng tomonda turgan dastur kodidan izohlab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday Python tilida ham stack strukturasi va uning metodlarini yaratsak bo'ladi. Buning uchun class asosida yaratamiz. Class stack ichki init funksiyasidan foydalanamiz. Itemsni hozircha bo'sh ro'yxat sifatida beramiz. Va isEmpty bitta funksiyasini yaratyapmiz, ya'ni stack strukturasini Python uchun hamma funksiya metodlarni biz o'zimiz funksiya sifatida yaratamiz. isEmpty funksiyasi bo'shligini tekshiradi. Push bu ro'yxatga append orqali element qo'shish vazifasini bajaradi. Pop elementlarni toki bo'sh bo'lgunga qadar olib tashlash vazifasini bajaradi. Agar bo'sh bo'lib qolsa stack bo'sh yozuvini chiqaradi. Pick bu elementni eng yuqorisida turgan, ya'ni C++ dagi top bilan bir xil, eng yuqorisida turgan elementni ko'rsatib turadi. Size esa bizni stackimizni, ya'ni ro'yxatimizni o'lchamini chiqarib beradi. O'quvchilar, Python tilida stack klassini yaratish bo'yicha dastur kodini ham mustaqil idle'da, ya'ni Python muhitida kiritib, natijalarni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi.
Xo'sh, mana bu yerda yaratilgan funksiyalarni endi chaqirib, ulardan foydalanishni Pythonda ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni siz hozirgi dastur kodida stack sinfini yaratdingiz, uning funksiyalarini yaratdingiz. Endi stack obyektini chaqirib olamiz. Mana bitta stack degan o'zgaruvchi yaratib, stack obyektini chaqirdim. Mana shu dasturda def qilib yaratgan push funksiyamiz orqali 3 ta element qo'shdim. Pop orqali elementlarni olib tashlab, pick orqali oxirgi yuqorida turgan elementni chop etdim va size orqali element nechta stackda element borligini ko'rib chiqdik. Demak, biz bugungi darsimizda C++ da va Pythonda stack strukturasi va uning funksiya metodlarini birgalikda ko'rib chiqdik. Endi stack chekli va cheksiz bo'lishi mumkin. Chekli elementlar soni aniq ko'rsatiladi va massiv holatda bo'ladi. Cheksiz hajmi faqat mavjud xotira bilan cheklangan bo'ladi. Bog'langan ro'yxat yoki mavhum ro'yxat sifatida amalga oshirilishi mumkin. Xo'sh, talabalar, stackni barcha funksiyalarini, pop funksiyasi, push funksiyasi, size funksiyalarini mana bu dastur kodlarda ko'rib turibsiz. Bularni birma-bir o'zingiz ko'rib chiqib, tahlil qilishingiz mumkin. Stackni qo'llanish doirasiga to'xtalmoqchi bo'lsak, stackni dasturiy ko'rinishi daraxt yoki grafik shaklida bo'ladi. Rekursiv funksiyalardan foydalangan holda stackdan foydalanish mumkin. Umuman x86 arxitekturasini apparat stack ham stack strukturasiga asoslangan bo'ladi. Shu bilan stack strukturasi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi amaliy mashg'ulotlarimizda bu strukturaning funksiya va metodlari bilan yanada batafsil tanishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.